hurmatli go'zal ayollarimiz, yaxshimisizlar? Mana men har doim o'zimga endi e'tibor berishni boshladim. Har kuni aytaman hammaga. Mana bugun men Sobiraxonni nimalarga tashrif buyurdim. Bundan sizlarga bitta so'z yangilik aytaman. Hozir isbotini hozir ko'rsataman. 9-yanvar kuni marafon boshlanadi. Albatta qo'shilinglar. Men ham qo'shildim. Mana sizlarga isboti 25 kilogacha ozishinglar mumkin. Mana to'yda Sobiraxonni mana qatnab o'sha nimalarga qo'shilgan qo'shilgan ayollarni qarang, qo'shilib qochganman. Mana menga qatnab o'zvasizlar dedi. Mana yana sevib ketmadim men Sobiraxonga tashrif buyurdim. Lekin gapim mana onaxonimizni qarang, hozirlarni ko'rsatib beraman. Go'zal opamizni qarang, qanaqa ozganlarni yosharib yurishi yaxshi ko'rinadi. 30-yanvar bugundan ulguringlar, a'zo bo'linglar. Mana a'zo bo'lib nima o'zi? Endi qatnamasam bo'lmaydi. Yoningizda aylansa. Yana aytib o'taman. 9-yanvar kuni marafon shoshilinglar. Ajib bo'lgan javob 25 kelagacha sen hozir tashlaysan Sobiraxon. Dunyoga kulib bir qarab Sobiraxonni qancha diplomlari, sertifikatlari, qanaqa mana qaysiliklarni bo'lib, nima qilib kelganlar ko'rishingiz mumkin. 30-yanvar kuni soat 9:00 dan ulang bo'linglar, salomat bo'ling. Sog'lom turmush farzi shular deydi.